boshqarishni o'rganamiz. Marhamat. On off konditsionerimizni o'chirib yoquvchi knopka. Speed knopkasi konditsionerimizni shamol tezligini o'zgartiruvchi knopkasi. Bir marta bosamiz, avtomatik rejimga o'tadi shamol tezligi. Bir bossak birinchi tezlik, yana bir bossak ikkinchi tezlik, yana bir bossak uchinchi tezlikka chiqadi shamol tezligimiz. Pastki knopkamiz konditsionerimiz gradusini kamaytiradigan, tepaga knopkamiz konditsionerimiz gradusini ko'taradigan knopka. Ko'k knopkamiz cool deb yozilgan. Bir marta bossak sovuq havo chiqaradi konditsionerimizdan. Heat knopkasi bir marta bossak issiq havo chiqaradi konditsionerimizdan. Swing tepaga pastga knopkamiz bir marta bossak konditsionerimizdan chiqayotgan shamolni tepaga pastga o'ynatib chiqaradi. Yana bir marta bossak qayerda kerak bo'lsa o'sha yerda qotiradi shamolni yo'nalishini. Swing yonboshqa knopkamiz bir marta bossak konditsionerimizni yonboshqa o'ynatib shamol chiqarib berib turadi. Yana bir marta bossak to'xtatadi. Qayerda kerak bo'lsa o'sha yerda to'xtatsak ham bo'ladi. Shamolimiz o'sha tomonga qarab chiqarib turadi. Pultimiz ichki qismiga o'tamiz. On off konditsionerimizni o'chirib yoquvchi knopkasi. Mode konditsionerimizni issiq sovug'ini bosqichma-bosqich o'zgartiruvchi knopka. Bir marta bosamiz fan oddiy ventilator, issiq sovuqsiz ishlaydigan shamol rejimi. Yana bir marta bossak avtomatik rejim, issiq sovuqni xonaning haroratiga qarab o'zgartiradi. Xona masalan issiq bo'lsa sovuq chiqarib beradi, sovuq bo'lsa issiq chiqarib beradi konditsionerimiz. Speed knopkasi. Speed